Sakkizinchi bob tana bilan ishlash. Ichki dunyo bilan ishlayotganingizda parallel ravishda tana bilan ishlaysiz. Shunda siz o'z ustingizda to'g'ri ishlagan bo'lasiz. Inson o'z ustida ishlashni boshlaganida ko'pincha e'tiborni faqat ichki dunyoga, fikrlar, his-tuyg'ular va ong jarayoniga qaratadi. Ammo haqiqiy o'zgarish faqat ichki darajada emas, balki tana bilan uyg'unlikda amalga oshirilgandagina barqaror va chuqur bo'ladi. Tana bu shunchaki jismoniy qobiq emas, balki ong va ruh bilan uzviy bog'langan murakkab tizimdir. Shuning uchun ichki dunyo bilan ishlaganingizda parallel ravishda tana bilan ishlashingiz muhim hisoblanadi. Ana shunda siz o'z ustingizda to'g'ri, tizimli va samarali ishlagan bo'lasiz. Tana bilan ishlash 4 ta asosiy bosqichdan iborat. Umurtqa pog'onasi, ichak tizimi, nafas olish jarayoni va biopoliya. Har bir bosqich o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, ular bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Birinchi bosqich umurtqa pog'onasi bilan ishlash. Umurtqa pog'onasi inson tanasining asosiy tayanchi bo'lib, butun asab tizimining markazi o'qi hisoblanadi. Orqa miya aynan umurtqa ichidan o'tadi. U barcha ichki a'zolar hamda mushaklarga signal yuboradi. Agar umurtqa pog'onasida qiyshayish, siqilish yoki zo'riqish bo'lsa, u nafaqat jismoniy og'riqlarga, balki umumiy holsizlik, charchoq va ruhiy beqarorlikka ham olib kelishi mumkin. Umurtqa bilan ishlash avvalo to'g'ri qomatni shakllantirishdan boshlanadi. Kundalik hayotda o'tirish, turish va yurish holatiga e'tibor berish zarur. Oddiy cho'zilish mashqlari, yengil gimnastika va orqa mashqlarni mustahkamlovchi harakatlar katta foyda beradi. Bundan tashqari, tanani tinglashni o'rganish muhim. Qayerda taranglik borligini sezish va uni asta-sekin bo'shatish orqali siz nafaqat tanangizni, balki ichki holatingizni ham muvozanatga keltirasiz. Ikkinchi bosqich ichki tizim bilan ishlash. Ichaklar inson salomatligida juda muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat oziq-ovqat hazm qilish, balki organizmni tozalash, immunitetni mustahkamlash va hatto ruhiy holatni boshqarishda ham ishtirok etadi. Zamonaviy ilm-fan ichaklarni ikkinchi miya deb ataydi, chunki bu yerda asab tolalari juda ko'p va ular to'g'ridan-to'g'ri miya bilan bog'langan. Ichak tizimi bilan ishlash to'g'ri ovqatlanishdan boshlanadi. Tabiiy, yangi va foydali mahsulotlarni iste'mol qilish, ortiqcha shakar va sun'iy qo'shimchalardan voz kechish muhimdir. Suv ichish rejimi to'g'ri yo'lga qo'yish ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari ichki tozalash jarayoniga e'tibor qaratish, organizmni ortiqcha yukdan xalos etish orqali siz o'zingizni yengil va tetik his qila boshlaysiz. Uchinchi bosqich nafas olish bilan ishlash. Nafas bu hayotning asosi. Ko'pchilik odamlar yuzaki nafas oladi. Bu esa organizmga yetarli kislorod yetib bormasligiga olib keladi. To'g'ri nafas olish esa nafaqat jismoniy sog'liqni yaxshilaydi, balki asab tizimini tinchlantiradi, stressni kamaytiradi va ongni ravshanlashtiradi. Nafas
bilan ishlashni oddiy mashqlardan boshlash mumkin. Masalan, chuqur va sekin nafas olish, nafas chiqarishni nazorat qilish orqali siz tanangizni bo'shashtirasiz. Diafragma orqali nafas olishni o'rganish ayniqsa foydali. Bu usuldan nafas olganda qorin kengayadi, nafas chiqarganda esa torayadi. Bunday nafas olish tanaga ko'proq kislorod yetkazadi va ichki organlarni faoliyatini yaxshilaydi. 4-bosqich biopoliya bilan ishlash. Biopoliya bu insonni energiya maydoni bo'lib, u tanani umumiy holatini aks ettiradi. Har bir fikr, har bir hissiyot ushbu maydonda ta'sir qiladi. Agar inson doimiy ravishda stress, qo'rquv yoki salbiy fikrlar bilan yashasa, uning energiya maydoni zaiflashadi. Aksincha, ijobiy fikrlar, xotirjamlik, minnatdorlik holati biopoliyani mustahkamlaydi. Biopoliya bilan ishlash uchun avval ong tozalash, ortiqcha salbiy fikrlardan xalos bo'lish kerak. Meditatsiya, diqqatni jamlash mashqlari va tabiat bilan yaqinlik bu borada juda samaralidir. Shuningdek, o'z his-tuyg'ularingizni kuzatish va ularni ongli ravishda boshqarish orqali siz energiya darajangizni oshirishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, tana bilan ishlash bu murakkab, ammo nihoyatda muhim jarayon. Umurtqa pog'onasi, ichak tizimi, nafas olish va biopoliya bu 4 asosiy yo'nalish orqali siz nafaqat jismoniy sog'lig'ingizni, balki ichki uyg'unligingizni ham tiklaysiz. Ushbu bosqichlarni muntazam ravishda amaliyotga tartib etgan holda siz o'zingizni yanada sog'lom, kuchli va muvozanatli his qilishni boshlaysiz. Kitobni bu betida suratlar berilgan. Suratlarda jadvallar tasvirlangan. Samorazvitiya 18 ta bosqichdan turadi. Samorazvitiya совершенствование. Birinchi bosqich samopoznание. Ikkinchi bosqich samoosознание. Uchinchi bosqich самоопределение. To'rtinchi bosqich самопонимание. Beshinchi bosqich самоспасение. Oltinchi bosqich самозаполнение. Yettinchi bosqich самоочищение. Sakkizinchi bosqich samoисцеление. To'qqizinchi bosqich samogigiyena. 10-chi bosqich samokontrol. 11-chi bosqich samovоспитание. 12-chi bosqich samoidealizatsiya. 13-chi bosqich samoupravlение. 14-chi bosqich самочувствие. 15-chi bosqich самопонимание. 16-chi bosqich самооценка. 17-chi bosqich самотворение. 18-chi bosqich samodostatochnost. Har bir bosqich sizni mukammallikka qarab qo'ygan bir qadamingiz bo'lib sanaladi. Mana shu bosqichlarni yashab o'tib, siz hayotingizni boshqaruvni butunlay o'z zimmangizga olishingiz mumkin. Lekin shuni bilingki, bu juda uzoq va mashaqqatli yo'l. Siz bu yo'lni boshlasangiz hamma narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Ikkinchi suratda mana shunday so'zlar yozilgan.
O'z ustingda ishla. O'z ustingda ishlash degani ichki va tashqi dunyoingdagi asosiy omillarni transformatsiya qilib, asl o'zing tanlagandek, xohlagandek hayotni yaratish degan ma'noni bildiradi. Ichki dunyo: birinchisi o'y-xayollar, ikkinchisi his-tuyg'ular, uchinchisi aql-farosat, to'rtinchisi fikr, mulohaza, beshinchisi hol-holat, oltinchisi ko'z qarash, yettinchisi nasl-nasab, sakkizinchisi energetika va energiya, to'qqizinchisi biopoliya. Tashqi dunyo: birinchisi xatti-harakat, ikkinchisi xulq-atvor, uchinchisi fe'l-atvor, to'rtinchisi axloq-odob, beshinchisi gap-so'z, oltinchisi surat-siyrat, yettinchisi tartib-intizom, sakkizinchisi kuch-qudrat, to'qqizinchisi vaqt-soat. O'z ustingda ishlash bu mana shu 18 ta asosiy omilni ustozlar, nastavniklar, masterlar yordamida o'zingizni o'zingiz transformatsiya qilishingizdir. Kitobga yakuniy xulosa. Bu kitob yakuniy emas, bu boshlanish. O'z ustingda ishlash degani chaqiriq bir martalik harakat emas, bu hayot tarzi. Bu har kuni o'zini tanlash, har kuni o'z fikrini kuzatish, har kuni o'z ustidan g'alaba qilishdir. Sen bu yo'l davomida ko'p narsani anglab olding. O'zini bilmasdan yashash tasodifiy yashash ekanligini, boshqalarni ayblash kuchsizlik ekanligini, tashqi tasdiqqa qaramlik ichki tayanch yo'qligi ekanligini va eng muhimi o'ziga hukmronlik qilish haqiqiy kuch ekanligini anglading. Samarazvitiyaning eng oxirgi bekati mukammallik emas, bu ichki ozodlik. Bu shunday darajaki sen endi qochmaysan, sen o'zing bilan yuzma-yuz turasan, sen javobgarlikni olasan, sen o'z hayotingni ongli ravishda qurishni boshlaysan. Hayot seni har kuni sinaydi, vaziyatlar o'zgaradi, odamlar o'zgaradi, sharoit o'zgaradi, lekin agar sen ichki markazni topgan bo'lsang, sen yo'qolmaysan va adashmaysan. Endi savol oddiy: sen shunchaki yashayapsanmi yoki ongli ravishda yashayapsanmi? Shuni unutma, hech kim seni o'rningga o'z ustida ishlamaydi. Hech kim seni ichki ozodligingni senga olib bermaydi. Hech kim seni hayotingni sen uchun qurmaydi va yashamaydi. Tanlov seniki. Har kuni o'zingni tanla, har kuni o'zingni boshqar, har kuni o'zingni sev. Va bir kun kelib sen orqaga qarab shunday deysan: men o'zimni yo'qotmadim, men o'zimni topdim. Ana shu haqiqiy natijadir. Yozuvchidan oxirgi so'z. Aziz o'quvchim, agar siz bu sahifagacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak siz oddiy yashashni emas, ongli yashashni tanlagan insonsiz. Bu yo'l oson emas. Bu yo'l ichkariga qarashni talab qiladi. Bu yo'lda bahonalar yechib tashlanadi. Lekin aynan shu yo'l insonni kuchli qiladi. Men bu kitobni mukammal odamlar uchun yozmadim. Men uni o'zini izlayotgan, ichida savollari bor va javobni topishga jur'at qilgan insonlar uchun yozdim. Chunki o'z ustingda ishlash bu boshqalarga qarshi kurash emas, bu o'zing bilan rost bo'lishdir.
Hayot seni sinaydi. Ba'zan yiqilasan, ba'zan charchaysan, ba'zan yana eski odatlar seni tortadi. Shunda shu narsani esla. Sen endi bilasan, sen ongli tanlov qila olasan. Sen o'z hayotingni yaratuvchisisan. Menga ishonishingiz shart emas. O'zingizga ishoning. Mening so'zlarimni yodlab olishingiz ham shart emas. Ularni hayotingizda sinab ko'ring. Agar bu kitob sizni bir lahzaga bo'lsa ham o'zingiz bilan yuzlashtirgan bo'lsa, demak, u vazifasini bajardi. Qolgan yo'l sizniki. O'zingdan qochma, o'zingni sotma, o'zingni unutma. O'z ustingda ishlashni davom ettir. Chunki eng katta g'alaba bu o'z ustingdan qilingan g'alabadir. Hurmat bilan, muallif Yulduz Mahambetovna.